Nima yozilgan ekan, qochib turinglar-chi. Hisobotchi olamiz. 30,000? Men hisobotchi bo'lmoqchiman. Bu yerda hisobchi deyilgan. Hisobchi bo'lmoqchiman. Borib polni tozala. Hazillashmayapman, qo'limdan keladi. Hisobchi bo'lish uchun aqlli bo'lish kerak, sen qila olmaysan. Qila olaman, maktabda arifmetikadan hammadan tez hisoblardim. Unda savol beraman. Bo'pti. 14 kara 29, 276, 136 kara 145, 3786 yarim. 3 kara 7, 58. Hammasi noto'g'ri-yu, lekin tez hisobladim. Eng muhimi tezlik. Shunda meni ishga olasizmi?